Ishemik insultning klinik ko'rinishida bu qon ta'minotini yetarli emasligi bosqichida bosh miya to'qimasidagi sodir bo'ladigan gemodinamik va metabolik o'zgarishlar majmuasi bilan xarakterlangan sifat jihatidan farq qiluvchi holat bo'lib, bu miya to'qimalarida qaytarib bo'lmaydigan morfologik o'zgarishlarning rivojlanishiga olib keladi. Yaqinda o'tkazilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, bosh miya to'qimasida qon yetarli bo'lmagan turli bosqichlarda sodir bo'ladigan gemodinamik va metabolik o'zgarishlarning bosqichma-bosqich tahlili taqdim etilgan. Bu esa neyronlar havzasiga o'zgarishlariga, mikroglial aktivlikka va bosh miya trofik ta'minotining buzilishiga olib keladi. E'tiboringiz uchun rahmat. Kanalimizda qoling.